Assalomu alaykum hurmatli haydorlarimiz va obunachilarimiz va bexusus obunachilari. Mana bugun Xorazmdan mijozlarimiz kelgan. Mana Xorazmdan kelgan akalarimiz. Xorazmga salomlar bo'lsin. Mana jakki zavodiga keldi. Ya'ni mashinalari tayyor bo'ldi. Bugun 100% to'lov qilishdi. Mana hozir minib ketamiz mashinasini. Shuning uchun o'zimiz ham keldik mana. Xudo xolisa. Mana akalarimiz. Endi buni o'zimiz olib boramiz, ishxonamizga olib borib shot spravka beriladi. Bilasizlar, bizda jaydari video bo'ladi. Hamma narsa ochiq oydin ko'rsatadigan kanal bu kanal. Chunki meni o'zimning kanalim. Aka, qalay bo'lyapti? Yaxshimi hammasi? Bugun pul o'tkazinglar. Nima deysiz aka, YouTube kanalimga qo'yaman videoni. Xorazmni bir qo'lingizga ko'tarib qo'ying, salom etib. Ularga ham nasib qilsin, xudo xolis. Yanda qo'ydiraman. Ana. Assalomu alaykum. Mashinani. Egasi. Jaqa keldik Xorazmdan, yana Jaq zavoddan. Hech qaysi viloyatda yo'q ekanmi aka? Yo'q, shon. Baribir Toshkentga kelasiz. Akamiz qora. Menimcha shu olib chiqib qo'ygan qora mashina ularniki. Hozir tekshirib bizga beradi. Bizda xudo xolis shu yerdan minib chiqib ketamiz. Xo'p, qo'ldan kelgancha video qilib berishga harakat qilamiz. Korpusi buli ham mana Xorazmdan kelgan xolis odamlar. To'lov qilgan 100% to'lov qilishdi. Mashinani xudo xolisi olib chiqib ketishadi. Korpusilar promoy zavodga mijozlarim o'zini olib keldi. Chunki bular ovatda, bularning orqasidan men yana mijoz kelishi mumkin. Bularning akilari, qarindosh urug'lari ko'rishi mumkin. Kelaverasizlar Jaqqa. Bexruz uz kanaliga giring, obuna bo'ling. Gap yo'q aka, rahmat. Dima Brat bor, Dima Brat kanaliga ham giring. Dima Brat kanaliga ham kiringlar. O'zlarining ham kanallari bor ekan. Mana mashinadan xudo xolisa balkim shu bularniki bo'lishi mumkin. Jak M3. Buni furgoni ham bor. Hurmatli haydorlarimiz, bilasizlar 9 tali B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi. 1.8 atmosferli motor, 134 ta, 135 ta ot kuchiga ega. O'zini zavodskiy diskalari, korpuslar mijozlarimiz ko'ryapti. Endi aytishim mumkin faqat Jak M3 shularni qo'yargansiz deyishim mumkin. Endi ko'p mijozlarimiz bizani Jak M3, Jak M4, Jak X2 gruzovoylar aslan Jak mashinalarini olishyapti. Mana bismillah ochib ko'ring. Shularni ham mijozga ko'rsanglar aka. Chiqib ko'rmaysizmi? Bismillah deb. Mana. Zavodskiy monitori. Mana gidravlik rollari. Ular o'zlari olishdi. Qalay, keng aka? Mashinasi. Ma Xada bilan turibdi. Poliki bermasangiz bo'lmaydi, mashina rasvo bo'libdi bu. Ana. Akamga chexol qilib beramiz deb polig ham deyapti-da. Polikni sotib olishadi, xudo xolis. Ana 9 tali shu B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi. Mana bular ham xarid qildi. Aka, siz qaysi viloyatga olib ketyapsiz? Surxondaryoga. Surxondaryo akalarimizga bitta qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Nima tavsiya berasiz Surxondaryolik akalarimizga? Mana o'zingiz pullarni o'tqizdingiz, keldingiz, ko'rdingiz, mana promoy zavodga ham keldingiz aka. Xudo xolisa hozir ishingiz bir kunda hal bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi aka? Uzog'i bir kun, 2 kunni mo'ljalini olaverasizlar, hurmatli haydorlarimiz. Sizlarning yonida yolg'onchi bo'lib qo'ymaylik. Ertalab dokumentatsiya ishlab boshlangandi. Mana borib, 5 bo'ldi. 5 ga borib ishimiz bityapti hozir. Surxondaryoga qaytib olib ketasiz aka buni? Jarqo'rg'on, ya. Jarqo'rg'onga o'nlab akalarimizga salomlar bo'lsin. Yaxshi kunlarga shunday yangi mashina ularga ham nasib qilsin. 9 tali Jak M3 korpuslar. Orqa tomonlarda konditsionerlari bor. Sidenlari, pilotli sideni bo'ladi. Undan tashqari podstikanli va zaryadni jihozlari ham bor. Jarqo'rg'onga ketyapti. Zavodskiy kamellari bor. Chotki aka hammasi. Xo'p, undan tashqari orqa tomonlarda o'zini zavodskiy partroniklari bor. Ko'rib turibsizlar. Undan tashqari zadniy kamerasi bo'ladi. Buni furgoni ham bor. Mana Jak M3, M4 nima farqi bor edi ko'pchilik. Mana Jak M3 da ham narxi arzonroq chiqadi, ham 1.8 sepli motor. Undan tashqari shunday yuk ortishga joy bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik tirikchilik olgani uchun ko'p misol uchun o'zingizlarning ham mijozinglar bo'ladigan bo'lsa, mijozlarga illo so'mka yoki bu narsasi bo'ladi. Bemalol qo'yib ketsa bo'ladi.
Nima dedingiz aka? Murojaat etaverasizlar. Ha, kelsanglar, xudo xolisa. Bizning ishimiz bilan 90li 069 20 ga chiqsanglar, to'liq ma'lumotni beraman xudo xolisa. Nima vaziyat bo'layotgan bo'lsa, o'shani aytaman. Bosh og'riqsiz, sassorganchilik kelib, mashinalarni olib chiqib ketasizlar. Toshkentda ukamiz yo'q demanglar, men bilan aloqaga chiqaveringlar. Zapchast bo'yicha bo'ladimi yoki boshqa mashina bo'yicha bo'ladimi? Xudo xolis qo'ldan kelgancha yordamchi bo'lamiz. Deylar bagajlarni ham mana bu yoqda ham yana olib chiqib qo'yilgan, boshqa mijozlarniki. To'lov qilgandan keyin olib chiqib berilyapti. Ya'ni bu bizning o'zimizning qo'limizda emas, davlat tomonidan berilgani uchun, mana ko'rib turibsizlar, yana shu videomda aytganimdek, o'zlarining zavodlari ham qurilyapti. Davlat tomonidan chiqqandan keyin to'lov qilganda 1 kun 2 kun vaqtinglarni arentirni olinglar. Naqdga bo'lsa 1 kunda chiqyapti, avtokreditga ham harakat qilamiz 1 kunda chiqarishga. Yoki bo'lmasa 2 kunda chiqadi. Hurmatli xaridorlarimiz, hammangizga yaxshi kunlar nasib qilsin. Mana Xorazmdan kelgan mijozlarimiz, mana yana boshqa mijozimizga ham kelyapti. Bularning ham pullari tushgan. Xudo xolisa chiroyli qilib topshiramiz. Kelaverasizlar, obunachilar. Xorazm qayerga olib ketyapsiz aka buni? Xudo xolasa. Hazarasibga. Avoy. Nimaga ishlatasiz aka buni? Buni xudo xolasa ziyoratga qo'yamiz. Ziyoratga. Sizga o'xshab niyat qilganlarga nima tavsiya berasiz mashinani? Yana bo'lsinlar, zo'r mashina. Xudo xolasa. Bular xolis odamlar, hurmatli xaridorlarimiz, bularni yana zo'rlatib gapirtirmayapmiz. Xolis odamlar. Aloqaga chiqishdi, gaplashdi, kelishdi, mana xudo xolis to'lovlarni qilishdi, mashinani xudo xolis kech bo'lsa ham bugun olib chiqib ketishadi, xudo xolisa. Ham kiringlar, Dima brata. Dima bratga ham kirib qo'yinglar kanaliga. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Undan tashqari shu aytganimdek, mana zavodda Sunray M4lar ham sotuvda mavjud. Faqat Sunraylarimizni hozirda dekabr oylariga xudo xolis topshiramiz deyishyapti. Chunki hali 100% rastamoshka bo'lmagani uchun hammasi rastamoshka bo'lgandan keyin topshiramiz deb aytishyapti. Ya'ni bir kunda chiqazib beraman, keling yoki pul to'lang degan narsalarga ishonib o'tirmanglar. Chunki hozirda shunday vaziyat bo'lyapti. Men bor narsani aytishga harakat qilaman. Undan tashqari mana ko'rib turibsizlar mashinalarni. Jack Sunraylar, hatto M3lar niqiga berilgan. O'sha tez yordamga pikaplar bor, T9lar bor, T8lar bor va Kia Carnivalga raqobatchi bo'lib Jack 7 mestalik ham kelgan. Haqiqatan vashcha luks variantlari kelgan. Hammangizga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Endi bu videom qisqacha bo'ladi. Qisqa bo'lsa ham sizlarga bir ozgina obzor qilib beray dedim. O'zi faqat o'zim ham Jack avtosalonda ishlaganim uchun Jacklarni, ya'ni xalqimizni sinovdan o'tgan, ya'ni olib turib puliga vaydo demaysizlar bu mashinalarni. To'g'risini aytganda, jaydari, xalqboq mashinalar olasizlar, mazza qilib minasizlar. Misol uchun Jack M3larimiz akalar oldin 19500 sotilgan. Buni ko'pchilik biladi. Undan tashqari meni 1 yildan, vaqti 2 yildan oshiq minib yurgan mijozlarim bor. Bemalol telefon nomerini ham berishim mumkin. Qashqadaryo, Surxondaryo, Qo'qon 12 ta viloyat. Xohlaganingizga xudo xor chiqartirib beraman. Hamma viloyatda o'zimni mijozlarim bor. Hatto olib minib yurgan, xohlasanglar telefon nomerlarini ham beraman. Bitta gaplashib, maslahatlashib ko'rsanglar bo'ladi. Bunda yuk tashalmaysizlar, bilasizlar. Agar yukki kerak desanglar, mana sizlarga tayyor furgonligi. Ham narxi ham arzonroq. 199 million 80 ming so'm. Bu furgon variantimiz. 215 million 460 ming so'm. Oldingi narxidan ancha arzon chiqqan. Ko'rib turibsizlar, oq rangi ham juda chiroyli. Xo'p, Sunraylarimiz ham turibdi. Aslan Sunrayni ham ko'p mijozlarim Nuxli akalar, bu yerdan Nuxli akalarimizga ham salomlar bo'lsin. Nuxli akalarimizdan hozirdan ham to'lov qilib qo'ygan mijozlarimiz bor, lekin ularga ham o'sha narsani aytibdi. Xudo xolisa yo shu oy yoki dekabr oyida mashinalari topshiriladi. Xudo xolisa. Lekin mashina hozirda bor, ham yangi partiyalari ham kiryapti. O'sha billar rastamoshka qilinayotgani uchun o'shandan keyin mashinani mijozlarga topshiramiz deyishyapti. Bu yerda hech aldon degan narsa yo'q, chunki dogovor qilib berilganda promoy o'zini zavodni shotiga pullarini tashlaysizlar. Ya'ni через bank orqali, naqd bo'lsa ham через bank orqali tashlaysizlar. Hamma narsa dokumentalniy, misol uchun cheklari bilan, pechatlari bilan olib chiqib ketasizlar. Xo'p, qaranglar, yangi mashina baribir zo'ra. Mana bu Kia Carnivalning o'rniga. Juda chiroyli qilib ishlangan bu ham. Endi bularni alohida bitta video qilib beraman, xudo xolisa. Hozir men mijozlarimni tezroq bu yerdan olib ketay, chunki kun ham qorong'i bo'lib qoldi.
ular ham ya'ni ketishga qiynalmasin. Ko'rib turibsizlar, Xorazm bilan Surxondaryo ketyapti. Qaraman mijozlarni o'zi kelib, xudo xolisa mashinasini hozir billalashib olib chiqib ketamiz. Jakda hozirda shunday yangiliklar. Bundan ham xudo xolisa yaxshi yangiliklar bo'lib qolsa, ularni ham sizlarga xabarlarini beraman. Ana hozir qaranglar, hozir zavod bizga mashinani tekshirib olib chiqib berishyapti. Undan tashqari bizani o'zimizni mexanik mashinani 100% tekshiradi. 100% tekshirgandan keyin mijoz alohida tekshirishadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Shunday aka. Mana o'zlari olib chiqib berishadi mashinani. Bizning mexanikimiz 100% tekshiriladi. Keyin mijozga beriladi. Mijoz ham tekshirilgandan keyin shu mashinaga shot spravka yoziladi. Mana hattoki mashinalarga aytibdi, iloji boricha tegmanglar, chunki bular ham olib chiqib tiniq tekshirtirib berish kerak edi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, Jak M3 9 tali. Xo'p, pastda nomerlarni qoldiraman. 90lik 069 20 20, 90lik 988 7100 da o'zim shaxsiy nomerlarim. Ikkalasida ham Telegram bor. Men bilan aloqaga chiqinglar. Avtokredit qilaman deganlarga, через avtokredit qilib chiqartirib beraman. Naqdga bo'ladigan bo'lsa, naqd qilib chiqartirib beraman. Kelish yildan oldin faqat 1 kun oldin xabar berib qo'ysanglar, sarsongarchiliksiz, og'irgarchiliksiz chiroyli xizmatlarni qilib beraman. Xo'p, videomizni tugatamiz shu yerda. Hammangizga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'ling. Charchamanglar.